Dronda imtihon markazi bilan birga bir bo'lgan maketi sizlarga hozir eslaringdan chiqmaydigan qilib tushuntirib beraman. S'da startdan boshlanadi. Piyodalar o'tish joyiga kelib to'xtaysiz 5 sekund. Bundan o'tgandan keyin estakadaga 5 sekund to'xtab, orqaga tushib ketmasdan oldinga harakatlanasiz. Bu yerdan yurib boraverasiz. Birinchisi yuk mashinaniki, keyingisi yengil mashinaniki bo'ladi. Yengil mashina 90 graduslikdan chiqib turib, o'ngga qayrilasizda, chorrahadan to'g'riga o'tiladi. To'g'riga o'tib, bu yerdan o'ngga qayrilasiz. Yengil mashinaniki birinchisi iloningizdan chiqasizda, iloningizdan chiqqaningizdan keyin to'g'riga harakatlanasiz. Chorrahadan ikkinchi aylanada ham to'g'riga. Bu yerda o'tganingizdan keyin orqa garajniy parkovka bor. Garajniy parkovka birinchisida avtomobil qo'yayotgan bo'lsa, ikkinchisiga o'tib, keyingilarga qo'yishingiz bo'laveradi. Bu parkovkalardan chiqib turib, bu yerdan o'ngga burilasizda, chorrahadan keyin chapga qarab yurasiz. Chapga yurganingizda temir yo'l kesishmasi bor, tartibga solinmagan. Bu yerda to'xtab 5 sekund kutasiz. Bu yerda 20 tezlikdan 40 tezlikka oshirish kerak. Tezligingizni oshirasizda, skorosti ikkinchisiga olib, tezlanish bo'lagida tezlanib kelasiz. Dependent tormozga to'xtaladida, avariyada qoladi. 5 sekund turasiz, o'zi signalizatsiyasi o'chadi, keyin harakatingizni davom ettirib, yonbosh parkovkaga qo'yib bo'lganingizdan keyin chorrahadan o'ngga yurasiz. Birinchisiga emas, ikkinchisi B yo'lagiga yurasizda, finishga qarab chiqib ketaverasiz. Keyingi videolarimizda xudo xolasa to'liq mashqlar bilan tushuntirib beramiz. Xuddi mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot so'rang bo'laveradi.